Har bir tadbirda asosiy savol bo'ladi: qanaqa qilib ishtirokchilarni tartibli ro'yxatdan o'tkazish va ularga tezroq bejik taqdim qilish. Rectech aynan shu muammolarga javob berishdan boshlangan. Mening ismim Abdulloh, Rectech kompaniyasi rahbariman. Faoliyatimiz 8 yil avval boshlangan. Rectech brendi Avantage Group kompaniyasi mahsuloti hisoblanadi. Avantage Group o'z o'rnida 16 yillik tajribaga ega bo'lgan tadbir tashkillashtiruvchi kompaniya. Avantage Group tadbirlarda ro'yxatdan o'tkazish xizmatiga ehtiyoj sezildi va 2018-yilda bu xizmatni alohida xizmat sifatida shakllantirdi. Yillar o'tgan sari ro'yxatdan o'tkazish tizimiga bo'lgan talablar kuchaydi. 2024-yilga kelib Rectech brendi ostida bu xizmatni alohida ajralib olib chiqdi. Kompaniya boshida kichik tadbirlar, keyin esa yirik forumlar, hozirga kelib esa BMT darajasidagi katta xalqaro sammitlarni o'tkazyapti. Kompaniya 60 dan ortiq loyihalar, shu jumladan 2025-yilda bo'lgan UNESCO tadbiri, Toshkent xalqaro investitsiya forumi, Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi birinchi sammit, UNVTO COP14 tadbirlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan. COP14 tadbirida ro'yxatdan o'tkazish tizimi BMT tomonidan juda yuksak e'tirofga sazovor bo'lgan. Sahifamizga obuna bo'ling, keyingi videolarda yanada foydali ma'lumotlarni berib boramiz.